Ariza shikoyatlar sudga taqdim qilish bo'yicha juda ko'p murojaatlar tushyapti. Masalan, aliment bo'yicha, ona ta'minoti, ajrim, bolani olish, uyga kiritish, meros va hokazo masalalar bo'yicha juda ham ko'p murojaatlar tushyapti. O'sha arizani rasmiylashtirib sudga taqdim qilish uchun ko'pchilikda imkoniyat yo'q. Masalan, aytaylik, sud uzoqda joylashgan, qo'lida yosh bolasi bor, uydan chiqib ketishga imkoniyati yo'q. Yoki ariza shikoyat yozishga malakasi yetishmaydi. Shuni rasmiylashtirish bo'yicha sizlarga yordam qilishimiz mumkin. Bizda bo'yicha jamoamiz bor, yetarli malakali xodimlarimiz bor. Sizlarga yordam berishga tayyor. Agar sizlarda shu masala yuzasidan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaring mumkin. O'zimiz yozib, rasmiylashtirib, elektron tarzda sudga taqdim qilib, sizni og'iringizni yengil qilib berishimiz mumkin bo'ladi.